Hazrati Buxoriyni ozgina eslaylik. Kim u zot? Haqiqatda Allohni avvalambor ota-onalariga bergan va siz u biz O'zbekistonliklarga ato qilgan, faxr qilib bergan o'sha Buxoro yurtidan, ko'hna Buxoro va hozirda o'sha Buxoro. O'sha Buxorolik bizni nima? Vatandoshimiz Hazrati Imom, asllari, ismlari Muhammad bin Ismoil. Yoshlar yodlab olaylik. Muhammad bin Ismoil deysiz. Qisqa aytsangiz Muhammad bin Ismoil al-Buxoriy, lekin to'liq ismlarini yana aytaylik. Muhammad bin Ismoil ibn Ibrohim ibn Shu'ba qarang. Muhammad bin Ibrohim ibn Shu'ba, keyin ibn Bardizbah. Bu farisiy ism. Demak, bobolari bilindiki, qarang, ajam bo'lgan, arab bo'lmagan. Lekin butun arabga, dunyoga shayx, dunyoga imom bo'lib Alloh taolo u kishini shunday bir buyuk bir makonatda qilgan. Buxoroda tug'ilganlar. Hijriy sanada 194-hijriy sanada. Xo'p, hijriy sanani ko'pimiz bilishligimiz qiyinroq. Milodiy deylik. Milodiy mana shu bizni hozirgi 2026-damizmi Musulmon? 2026-yilni avvaliga qaytaylikda 810-milodiy sanada aynan Ramazonni 13-sida Juma kunida tug'ilganlar. Eshitdingizda? Juma kuni Ramazonning 13-da Buxoroy sharifda, aynan hozirgi Buxoroning markazida tavallud topganlar. Bizi vatandoshimiz, bizi bobomiz, bizi faxrimiz, balkim dunyo faxri. Alloh subhanahu va taolo endi bir narsani ixtiyor qilsa, shunaqangi bir o'zini hikmatiga ko'ra Alloh chiqarib qo'yar ekan. Qarang, bir ajam zotni bizi diyorimizdan chiqarib, u zot ilm oilasida tavallud topdilar. Hozir aytdikki ismlarini. Muhammad kimni o'g'li? Ismoilni o'g'li. O'sha Ismoil hazrat ham Ismoil ibn Ibrohim, qarang, ibn Mughira, o'zlari ham, demak, Imom Buxoriyning otalari Ismoil bo'lsalar, ular ham muhaddis bo'lganlar. Ular ham katta muhaddis bo'lib, hatto Imom Buxoriy o'zlarini At-Tarixul Kabir degan kitoblarida otam mana shunaqa muhaddis edilar deya zikr qilganlar. Va juda ham halol pok inson bo'lib, lekin umrlari qisqa bo'lib, Buxoriy hazrat yoshliklarida o'tib ketganlar. Ammo shunaqangi bir tojir ham bo'lgan ekanlarki, aytadilar o'zlari, men shubha qilmayman, molimda 1 dirham 1 dinar harom joyi yo'q molimning ichida, balkim shubha o'rni ham yo'q. Shunaqa bolalariga demak halolni yedirib, halolni eshittirib, dinli, diyonatli qilib, balkim Imom Buxoriyni Ahmad degan akalari ham bo'lardi. Ahmad bilan demak Muhammadga halol rizq bilan ularni yedirib, ishtirib ilm berdi. O'zlari oxiratga safar qilib kelsa ham bolalari demak Muhammad al-Buxoriy mana shunaqa olim bo'lib yetishdi. Buni bugun biz mo'min musulmonlar bilaylik. Shu farzandlarimiz olim bo'lsin desak, birinchi luqmaga e'tiborli bo'laylik. Halollikka e'tiborli bo'laylik. Halollikda, poklikda, qarang, nafaqat ta'lim, nafaqat pandu nasihat. Yo'q, agar bolangizni luqmasi shubha bo'lsa, undan ilm ahli chiqadi deya hech ham o'ylamang. Birinchi o'zimizning luqmalarimiz, farzandlarimizga berilayotgan luqmani e'tiborli qilaylik. Mana Buxoriy sizga butun dunyoga ibrat bo'lganidek, bizga, sizga bir ibratdir.